Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringiz mening madrasamga kelib, mening madrasamda tahsil olsin deganda amir men aytganimni qilmadi deb bu kishini Buxorodan quvg'in qiladilar. Imom Buxoriy ona vatani Buxoroni majbur tark etib qadimdagi mana shu qishloqqa kelgan. Bu yer Xartang deb atalgan. Az mehmonlar, bu yerda bitta qarindoshi bo'ladi, G'olib ibn Jibril. O'shaning uyiga kelgan. Bu yerda 3 oylar yashagan. Bu insonda farzand oila bo'lmagan. Imom Buxoriy og'ir betob bo'ladi va milodiy 870-yil Ramazon oyining oxirgi kunida 61 yoshida mana shu Xartang qishlog'ida vafot etadi. Bu inson vafot etganida jasadidan ter quyiladi. Bu holatning sababini hech kim bilmagan. Imom Buxoriyning o'zining masjidiga ko'ra mana hovlida qabri bor. Namozxonadan bir 35 metr 40 metr nari tomonda. Qabrga dafn qiladi. Dafn kechasi qabrdan nur taragan. Bu joydan xushbo'y hidlar taragan. O'sha davrda odamlar kelib, qabr tuproqlaridan xonadonlarga olib keta boshlagan. Bir ulug' insonning qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'layapti deydi. Tez orada qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni tuproq bilan yopadi, yog'ochlar bilan o'raydi. Imom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib